Moskva oblasti va Sankt-Peterburgdagi hamyurtlarimizga 10 yillik stajiga ega ishonchli dokument xizmatlarini taklif qilamiz. Registratsiya va uni продление qilish, трудовой договор, уведомление, spravkalar, проверка bazalar xizmatlari mavjud. Muhim eslatma, Amina ilovasi to'liq ishlamaganligi sababli registratsiya qilmaganlar zudlik bilan ushbu xizmatdan foydalaning. Hozirroq ekrandagi raqamlarga qo'ng'iroq qiling yoki WhatsAppdan yozing. Rossiyada dokumentsiz yurganlar diqqatiga. Bu safar sentyabrda plan qilinyapti, mobilizatsiya boshlanadi. Ha, dokumentsiz eplab yuribman, osh bo'lsin, yuring, har doim sog' salomat bo'ling. Lekin sentyabrda bo'layotgan mobilizatsiyaga siz na shtraf, na deport, na sud hech narsa bo'lmaysiz. To'g'ri. 2 hafta tayyorgarlik va frontga ketasiz. Men to'g'risini aytyapman. Mobilizatsiyani tartiblari ishlab chiqilgan. Biz o'qidik u narsani. Sizlar uchun alohida kategoriya bor u yerda. Qayting. Mobilizatsiya sentyabrga plan qilingan, balki oktyabrda bo'lar, balki undan oldinroq bo'lib qolar. Boshlandimi? Qayting. Aeroportdan o'tkazib qo'yayotgan odamlar bor-ku, o'shalar bilan kelishib qayting. Kechirilmaysiz. Qo'yib yubormaydi. Front qolib ketadi. Men ochig'ini aytyapman sizlarga. Men hozircha shuni o'qidim. Rossiyada chet elliklar ustidan nazorat qilishning yangi qattiq qoidalari joriy etilmoqda. Huquq himoyachilari buni raqamli bo'yinbog' deb atamoqda. Asosiy o'zgarish chiqarib yuborish rejimi va nazorat qilinadigan shaxslarning maxsus reyestri bo'ldi. Ushbu ro'yxatga politsiya mamlakatda bo'lish uchun qonuniy hujjatlari bo'lmagan barcha migrantlarni, shuningdek deportatsiya qilinish yoki kirish taqiqlanishi xavfi bo'lganlarni kiritadi. Ushbu ro'yxatdagi shaxs deyarli barcha huquqlarni yo'qotadi. Unga kvartira va mashinalar sotib olish, rulga o'tirish, biznesni ro'yxatdan o'tkazish va nikoh tuzish taqiqlanadi. Shuningdek, banklarda yangi hisobvaraqlar ochish va boshqa odamlarga oyiga 30 ming rubldan ortiq pul o'tkazish mumkin emas. IIV ruxsatsiz Rossiya bo'ylab harakatlanish ham taqiqlanadi. Chiqarib yuborish rejimi to'g'risidagi qonunni Vladimir Putin 2024-yil 8-avgustda imzolagan. Reyestrning o'zi va yangi qoidalar esa 2025-yil 5-fevralda ishga tushdi. Ushbu o'zgarishlar 100 minglab odamlarga ta'sir qiladi. Ichki ishlar vazirining birinchi o'rinbosari Aleksandr Garovoyning so'zlariga ko'ra, reyestrga mamlakatda noqonuniy ravishda bo'lib turgan 739 mingga yaqin kishi kiritilishi mumkin. IIV statistikasiga ko'ra, hozirda Rossiyada jami 6,1 millionga yaqin chet el fuqarosi yashaydi. Shu bilan birga butun 2024-yil davomida mamlakatdan 100 mingdan ortiq migrant chiqarib yuborildi. Bu avvalgi ko'rsatkichlardan ancha ko'pdir. Reyestrdan tashqari rasmiylar kelganlarni to'liq kuzatish texnologiyalarini joriy etmoqda. Moskvada 2025-yildan boshlab barcha shaxsiy ma'lumotlar yozilgan, chipli va QR kodli elektron migrant kartalarini berish bo'yicha pilot loyiha ishga tushirildi. 2024-yil 1-dekabrdan boshlab biometriya topshirish, ya'ni barmoq izlari va fotosurat orqali tekshirish Moskvaning Sheremetyevo, Domodedovo, Vnukovo, Jukovskiy aeroportlariga kirishda, shuningdek Orenburg viloyatidagi Mashtakovo chegara punktida majburiy bo'ldi. Kelajakda barcha migrantlarga telefonlariga maxsus dastur o'rnatish majburiyati yuklanadi. U geolokatsiyani sutkasiga 24 soat davomida politsiyaga uzatib turadi. Agar dastur o'chirib tashlansa yoki ruxsat etilgan joydan chiqib ketilsa, shaxs darhol qidiruvga beriladi. Mamlakatda bo'lish muddatlari ham sezilarli darajada qisqardi. 2025-yil 1-yanvardan boshlab 360 bo'yida 90 qoidasi amal qilmoqda. Endilikda Rossiyada vizasiz ilgarigidek yarim yil davomida emas, balki butun yil davomida faqat 90 kun bo'lish mumkin. Qonuniy yashash ancha qimmatlashdi. Masalan, Moskvada ishlash uchun patent narxi 2024-yilda oyiga 7500 rublni tashkil etgan bo'lsa, 2025-yildan boshlab u 8900 rublgacha ko'tarildi. Butun 2024-yil davomida Davlat Dumasi noqonuniy migratsiyaga qarshi 30 dan ortiq qonun qabul qildi. Huquq himoyachilari Valentina Chupik va Svetlana Ganushkina bunday choralar migrantlarni huquqsiz qilib qo'yishi va ularni yashirin faoliyatga o'tishga majbur qilishdan ogohlantirmoqda. Ularning fikricha, raqamli nazorat tartib o'rnatmaydi, balki faqat politsiya xodimlari o'rtasida pora olishni ko'paytiradi. Shu bilan birga Rossiya ish beruvchilari ishchi kuchining o'tkir yetishmovchiligidan shikoyat
qilmoqda. Bu haqda Boris Titov TASS bilan suhbatda ma'lum qilib, Rossiya iqtisodiyoti chet ellik ishchilardan juda bog'liq ekanligini, yangi to'siqlar esa biznesning ishlashiga xalaqit berayotganini ta'kidlagan. Mamlakatda ishsizlik tarixiy minimum 2,4% ga tushdi. Shu sababli zavodlar va qurilishlarda ishlaydigan odamning o'zi yo'q. Bu ham kam, bundan battar qilish kerak edi. Tanklarda, BTRlarda bostirib kirib turib, bu nima maskalarda, avtomatlarda, sizlar butun dunyo qidirayotgan xalqaro jinoyatchini qidirib topdinglar. Молодцы. Bechora opa hali rus tilida to'g'ri gapira olmayapti, tushuntirib bera olmayapti. Qatdandir musirkadan topgan bo'lsa kerak, o'gilarni ro'zg'orda ishlataman deb yuvib qo'yib qo'yganlar. Bechora opaga juda qattiq travma bo'ldi. Для чего это сделали? Я просто мозг нашла вчера это. Я хочу мыть пойти. Что хотите? Я хочу мыть. Ekran ortida opamizga konfet, shokolatlab berishadi. Ular qiynashmaydi. Bratskiy narodga qo'llarni qayirib, urgan holatlar bo'lmaydi. Bu gilamni ham ishlab chiqazgan aybdor emas, mana shu opa aybdor. Opajon siqilmang. Xudo xolasa biz bittamiz. Bu video tegishli insonlarga yetib boradi degan umiddaman va xudo xolasa tez orada vatanga qaytasiz. Qo'llab-quvvatlaymiz. Xudo xolasa opamizni chiqazib olamiz. Opa, sizga kuch-quvvat. Toshkentdan Yekaterinburg va Ufaga yangi reyslar avgust va sentyabr oylarida yo'lga qo'yiladi. Parvozlar Centrum Air tomonidan amalga oshiriladi. Toshkent Yekaterinburg yo'nalishi bo'yicha parvozlar 10-avgustda boshlanadi va ular chorshanba hamda yakshanba kunlari amalga oshiriladi. Ufaga parvozlar 3-sentyabrda boshlanib, payshanba va yakshanba kunlari amalga oshiriladi. Bilasizlar, men Sankt-Peterburgdaman. Videoni oxirigacha ko'rmasalaring bo'lmaydi. Agar ko'rish xohlamasalaring o'zlaringning hayotlaringga mavjud minus tomoni bo'lishi mumkin. Men hozir Petorchkaga kirdim, magazinga. Petorchka magazinida oldida 2-3 ta yosh bolalari, qizlar bor ekan. Menga sigaret olib bering dedi. Men chekishga, ichishga men qarshiman, yo'q deb magazinga kirdim, ishimni bitirib chiqdim. Keyin chiqqanimdan keyin sal nariroqqa yursam, Melisa mashina turibdi, bolalar oldiga borib bir narsalar deyapti. Ular meni pastava qilmoqchi bo'ldimi yoki bu yangicha pul topish yo'limi yo yangicha pastavami bu bilmadimmi? Sizlardan iltimos, siz meni Peterdadirsiz, Rossiyani qaytidadirsiz, siz meni O'zbekistondan ko'rsatadigandirsiz, boshqa shaharlardan ko'rsatadigandirsiz. Mana shu videoni Rossiyada yurgan tanishlaringga tashlab qo'yinglar. Shtobe 8 ga kirmagan yosh qizlari, yosh bolalarga spirtnoy, sigaret, shunaqa narsalar olib bermasin. Chunki hozir shunaqa yangi yo'li chiqibdi, pastava qilib yoki qanaqadir prokatol yozadimi yo qanaqadir pulimni olmoqchi bo'ldimi, shunaqa vaziyat bo'ldi. Sizlar bilan bo'lishmoqchi bo'ldim shu vaziyatda. O'zingizlar ehtiyot qilinglar. Jonlaringiz sog' bo'lsin, yaxshi odamlar, sizlar yaxshi ko'raman. Bu kimnidir qo'rqitish emas, prosta tak o'zimda bo'lgan holatni aytib deyapman, sizlarga ham ogohlantirib qo'yaman.